vitamin olayotganda nimaga e'tibor berish kerak? Keling, buni sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Biz Biobox magazindamiz. Hozir misol uchun istalgan vitaminda bizda asosan Amerika vitaminlari bo'lganligi uchun uni tekshirib olish juda ham oson bo'ladi, ya'ni haqiqiyligini. Birinchi navbatda uni birlamchi o'ram qadoqiga e'tibor berish kerak. Ya'ni birlamchi o'ramda himoya qobig'i bo'ladi. Agar bu bo'lmagan taqdirda ham, misol uchun olib tashlangan taqdirda ham buni ichida himoya qobig'i bo'ladi original vitaminlarni va bu juda mustahkam vakuum bilan o'ralgan. Ichidagi gradus holat saqlanish uchun bosim. Ikkinchi navbatda siz vitaminni olayotgan vaqtingiz tashqi qobig'i qirilmagan, ezilmagan, ranglari tiniq yozilgan bo'lishi kerak. Bu juda ham muhim. Soxtalardan farqini ajratib olish uchun va uchinchi navbatda buni ishlab chiqarilgan vaqtiga qarash kerak. Ko'pchilik ishlab chiqaruvchilar buni tagida beradi. Yaqinroq olsangiz bo'ladi. Mana 12:25 misol uchun yoki sroklarni tekshirib olishingiz kerak 06:29 gacha. Best before degani sroki. Yana ko'pchilik adashib qoladi. Ba'zi bir ishlab chiqaruvchilar amerikanskiy mahsulotlarga ishlab chiqarilgan vaqtini yozadi, ya'ni manufacturing day. Ya'ni 11:24 ko'rayotgan bo'lsanglar videoda buni ko'pchilik srok o'tib ketganmi deb ko'p savol berishadi. Yo'q, bu aslida ishlab chiqarilgan vaqti. 2 yoki 3 yil ishlab chiqaruvchi buni srok beradi. Shu ishlab chiqarilgan vaqtdan keyin. Va o'sha narsalarga e'tibor berib vitaminni olsangiz bo'ladi. Undan tashqari amerikanskiy mahsulotda 1 kunlik doza ustiga yoziladi. Bitta kapsuladagi doza emas, 1 kunlik doza. Siz bu dozaga qarab, misol uchun magnglitsinat olayotgan bo'lsak, 350 mg bitta kapsulada saqlamaydi. Ko'pchilik bu yerda adashib qoladi. 350 mg 4 ta kapsulada saqlaydi. O'shani ham e'tiborga oling. Bu degani taxminan bitta kapsula 70-75 mg atrofida saqlaydi. O'sha narsalarga e'tibor berib, siz kunlik dozangizni bilib olsangiz bo'ladi. Kuniga 200, 400, 500 va hokazoni. Shularni esingizdan chiqarmang, saqlab qo'ying videoni va foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bosing. Hammaga rahmat.